Hozirgi kunda Gakka xuddi shunaqa sosteniyasini 16 ming, 17 ming sotishayotgan bir paytda men sizlarga 14,5 mingga savdolashib qo'ydim. Salonni qaranglar. Ozgina ximchiga talab, lekin holati umumiyda juda ham zo'r ekan. Bir qo'l mashina, bir qo'l haydalgan, orqalarini ko'rasizlar. Juda ham keng, panoramalari bor, ochiladigan. Xo'p, bularda bilasizlar, batareyasi juda ham zo'r bo'ladi. Xudo xolisa probeglarini tekshirdik. 2023-yilga 85 ming probeg bo'lgan ekan. Batareyalarining yo'mkisi 99 chiqyapti. Mana probeglarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Tekshirib oldik. Hammasi toza. Hamma narsa zo'r ishlayapti. Mana bunaqa evakor poliklarda, hattoki labovoyda treshinalar ham yo'q. Egalari aytishligi bo'yicha texnik holati ham juda ham zo'r ekan. Hattoki mana balonlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Archigulli yangi balonlar turibdi. Bu mashinani o'zi ko'pchilik bagaji kattaligiga, zapaskaga joy borligi uchun yaxshi ko'rishadi. Ko'rasizlar, o'zining aksessuarlari bor, buni pastida zapaskaga joy bo'ladi. Bemalol zapaska qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Mashina bir qo'l mashina ekan, ayol kishi haydagan ekan. Kraskasiga keladigan bo'lsa, mana shu yon tomon polniy kraska bo'lgan ekan. Videosi ham bor deyaptilar, egalari ko'rsatamiz deyaptilar. Katta mashinaga ozgina ishqalangan ekan. Kapota mamati chaqilgani uchun alishtirganman deb aytayaptilar. Mana shu eshigini mana shu ikkita cheti chaqilganligi uchun o'yilib qolganligi uchun alishtirganman deyaptilar. Videolari bor ekan, unaqa strashniy emas, faqat mana shu chizilgan, boshidan oxirigacha chizilgan ekan. Ko'rasizlar, mana ichlari radnoy bo'lib turibdi, faqat shu ustiga kraska bo'lgan, qirilganligi uchun ishlab chiqarilgan yili 2023 7-oy. 2024 dan haydashni boshlaganman deb aytayaptilar. 14,500 ga savdolashib kelishib qo'ydik. Bu videoni arzon elektromobil qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Shunaqa mashinalarning videosini o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.